Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, barchalarga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Barchalarga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Sizlar bilan yana har doimgidek boshlovchingiz Maqsudbek Mamatkarimov yaqin daqiqalar ichida sizlar bilan birga bo'laman. Bugungi video obzorimizda birinchi qo'l usta tomonidan ishlab chiqarilgan, juda ham sifatli, juda ham chiroyli hamda arzon narxlarda ishlab chiqarilgan spanli garniturlar haqida gaplashamiz. Video obzorini boshlashdan oldin bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana ko'rib turibsizlar, har doim videolarimizda iloji boricha Ramazon oyi munosabati bilan aksiya narxlarda mebellarni chiqarishga harakat qilyapmiz. Bu ustani ishlarini ham oldingi videolarimizda qo'yganmiz. Agar ko'rsanglar, buni o'zingizlar ko'rib, misol ko'rishinglar mumkin. Ustani ham va'dasini oldik. Aka dedi, Xudo xolasa dedi, siz obunachilaringizga shu spanli garniturlarimizni ham o'zimiz ishlab chiqargan spanli garniturlarni Ramazon oyi munosabati bilan aksiya narxida Xudo xolasa obunachilaringizga yetkazib beraman deb ustani va'dasini oldik. Xudo xolasa sizlarga Istanbul modellarimiz va boshqa turdagi yana boshqa bir modellarimiz bor. Xudo xolasa hammasini optim narxda Ramazon oyi aksiya narxlarida sizlar uchun Mebelch kanalining obunachilari uchun yetkazib beradi. Ekranga ustaning nomerini yozib qo'yaman. Xohlovchilar telefon qilib o'ziga aloqaga chiqib yana kerakli bo'lgan barcha qo'shimcha ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Sizlarning vaqtinglarni ko'p olmagan holda bugungi video obzorimizni rasman ochiq deb e'lon qilamiz. Boshladik. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Video obzorimizni boshladik. Usta Sunnatulloh o'zi optim narxlarda ishlab chiqaradi. Sunnatulloh, avvalambor sizga katta rahmat. Obunachilarimizga yo'q demaganingiz uchun va Ramazon oyini munosabati bilan aksiya e'lon qilganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Dastlabki xizmatlarini aytib o'tsak, dastlabki xizmatlarning imkoni bor. Misol uchun butun O'zbekiston bo'ylab ustanovkasi bepul, yo'l kirasi alohida bo'ladi. Yo'l kirasiga addenlik pul beriladi. Dastlabki ustanovkasi bepul bo'ladi. Xo'p, endi Sunnatulloh ushbu komplektimizdan boshlaydigan bo'lsak, birinchi shkafidan boshlaymiz, nima qilamiz? Shkafidan boshlaymiz. Shkafi aytib o'tsangiz 210 eni, bo'yi 214, shkaf chuqurligi 55 sm, globinsi. Bu taraf kiyimlaniyor. O'rtasi polka, seyflari bor. Seyflar ishlaydi. Seyflari ishlaydi. Bemalol kerakli narsalarni saqlasa bo'ladi. Bu taraf kastam shunga moslangan. Kiyim yurganda xalaqit qilmaydi. Xudo xolasa xalaqit qilmaydi. Hop. Qora rangda ishlatilgan. Kombinatsiya ranglarini o'zgartirib, ranglari o'zgaraveradi. Spanliga kelsak, matrasi 220 ga 170 edi. Uzunligi matras 220. Tepa tomonda tumbalarda plafonlari bor. Challa tomon tumba bilan birga 265 joyga tushadi. 265 joyga tushadi. Osha-moshalari ham vakuum o'zi yopiladi. Oyoq tomonda spanli sofasi bor. Ichlarida ko'rsangiz ham bo'ladi. Chuqur, kengina laminat taylari ham. Spanli tayli 60 cm sonda bor. Yarim sondiq deyiladi. Yarim sondiq deyiladi mana. Trimosiga kelsa, trimosini pufiga bor. Mana o'zining materialida ishlangan. Ikki o'chakli eshik. O'rtasida tortmasi bor. Ikkita tortma joylashgan. Ikkita tortma joylashgan, osha bor. Rollilari ham vakuum 235. 235. Hozir trimoni endi. Sunnatulloh shu turishi necha xonaga tushadi? Hozir mana joyimiz 3 metrga 4 metr joyda turibdi. 3 metr joyga xuddi shu holatda tushyapti. Xo'sh, endi shu holatda tushyapti. Sunnatulloh bozorda hozirgi kunda necha pul sotilyapti? Ramazon oyi munosabati bilan aksiya narxida necha pul chiqarib beramiz? Hozir mana shu holatda bozor kunida 6,5 million, 6 million 800 ming so'm sotilyapti. Eng kam 6,5 million so'm sotilyapti. Ramazon oyi uchun 6 million 200 ming so'mdan chegirma narxda beraveramiz. 6 million 200 ming so'mdan aksiya narxda 6 million 200 ming so'mdan chiqarib beramiz. Aytaylik, Telegramdan yoki WhatsAppdan yozsa, ranglari o'zgarishi mumkin. Ranglari shu holatda, razmeri shu holatda qolib, rangi o'zgarsa, qilib berilaveradi. Narxi o'zgarmaydi. Aksiyamiz shu Mebelch kanalining obunachilari uchun amal qiladi. Aksiyamiz qachongacha davom etadi?
Ramazon oyi ichi 1 oy to'liq 1 oy to'liq davom etadi. Matrasi 700 ming so'mlik matras, ortopedskiy. Hozir mana shu matraslarni qo'yib pasayani sotyapmiz. Ko'pchilik mana shu matrasni o'ziga 3 yilga garantiya yozib olyapti. Lekin biz ochiq oyni aytib, matrasni 700 ming so'mdan olyapmiz. Ochiq oyni aytib sotamiz. Xohlovchilarga misol uchun bu matras ham o'zi yaxshi xizmat qiladi. Bundan ham zo'rrog'i kerak desa qo'yib berish imkoniyati bor. Bor, imkoniyati Endi bor. hozir yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Agar bizga shu oldidagi sondig'i kerak emas deydigan bo'lsa, narxidan yana 300 ming so'm 300 kamayadi. ming so'm arzonlayapti. Shunda 5 million 900 ming so'mga Qoladi. Bu xuddi shu ko'rib turganlar komplektimiz. Agar oldidagi sofasi yo'q bo'lsa, 5 million 900 ming so'mga aksiya narxi chiqadi. Agar sofasi bilan birga bo'ladigan bo'lsa, 6 million 200 ming so'm. Xo'p, boshqa ishlarimiz ham bor. Bor, yana ikkita ishimiz bor. Komplektimizga ham o'tamiz. Hozir bu joydan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, do'stlar, keyin komplektimizga ham o'tdik. Sunnatullo, razmerlarini aytib o'tasizmi shkaflarimizni? Shkaflari mana ochiq oyda ko'rishingiz mumkin. Eshiklari kirashli ishlangan. Ikki chetda polcha. O'rtasi kupe varianti ishlangan bu. Kupeli variant. Bu hozir 3 ga ajraydi bu. 3 ga ajraydi. Agar xohlovchilar o'rtasini alohida qo'yib, ikki chekkasini birga qo'yib olsa ham bo'ladi. Bo'laveradi, chunki bir-biriga yopishtirsa, teshiklar, polkalar qattiq bo'lsa bo'laveradi. 230 ga 215 bo'yi. 230 ga 215. Aha. Spanniga keladigan bo'lsa, Spanniga 220 ga 170 matrasi. Buni ham tang yarim sondiq. Keyin Spanniyni plafonlari mana yonib o'chadi. 3 xil rangda yonadi plafonlar. Plafonlari shu rangda yonib o'chadi. 3 xil rangda yonib o'chadi. Keyin Spanniyni bosh tomoni 275 joyga tushadi. Bu tumbadan bu tumbagacha 275 bu joyga tumbadan to'g'ri chetigacha 275 ga tushadi. Sofasi bor. Sofasi bor. Sondig'i, hop, spanli yarim sondiq deyildi. Ikkita tumbasida, tumbalarda ikkita tortma joylashgan. Ikkita tortma mexanizmlari kichikroq. Mana ko'rsanglar Buni ko'rsatib o'tsak, hop, telemosini ko'rsatadigan bo'lsak, telemosi ikki chetida eshigi bor. O'rtalari tortma. Tortmasi bor. Ishlarini ochib ko'rsa ham bo'laveradi. Ichida polkalarigacha bor. Ichida polkalar joylashgan. Shu komplektimizning narxi necha pulga beramiz? 8 million 600 ming so'mdan chekilma narxda beramiz. 9 million tepasida sotyapmiz aka. Hozirgi kunda bozorda 9 million tepasida sotilyapti. 8 million Ramazon oyi munosabati bilan 8 million 600 ming so'mdan optim narxda chiqadi. Sofasi kerak emas bo'lsa 8 million 300 ming so'm bo'ladi. 8 million 300 mingga to'g'ri keladi. Endi misol kimgadir kerak emas. Kerak emas deydiganlarga bunisini olib qolinaveradi. Hop, tushunarli. Hop, keyin komplekt keyingi fasonimizga o'tadigan bo'lsak, bunimiz keyingi fasonimiz mana Istanbul degan. Hozirda o'ta ko'p ketayotgan ishimizdan so'nggi modalarda. Shkaflarni ko'rsangiz 6 eshik qilib ishlangan. O'rtalari. Mana bu shkaflari ham 3 ga ajraydi. 3 ga ajraydi. Agar joyiga sig'masa, ikkita shkafni bitta qo'ysa ham bo'laveradi. To'g'ri. Shkaf katta, bo'yi 215 ga, bu yog'i 255. 215 ga 255. 255. Xohlaganlar uchun o'sha 2 ga bo'lib qo'ysa ham bo'laveradigan sharoiti bor. Keyin spannisiga o'tsa, spannisini tepa tomonlarida plafonlari bor. 3 xil rangda yonib o'chadi. Keyin soatlari ham ishlaydi. Mana reglyotka qo'ysa bo'ladi. Soatlari ham ishlaydi. Matrasi 220 ga 170 edi. 220 ga 170. Tortmalarni ham ko'rsangiz, mexanizmlari yaxshi, vakuum o'zi tortadi. Hop, tortmalari ham vakuumli tortma qo'yilgan mana. Bemalol. Hop, plafonlari shu rangda yonadi dedik, soatlari ishlaydi. Spanniyni bosh tomoni 275 ga tushadi. Tumbalar mana ajraydi. Tumbalar alohida bo'ladi. Alohida bo'ladi. Keyin buni tagida o'nli sondig'i bor. Sondiq.
qatl qo'yilgan bu. Bu hozir qatl qo'yilgan, lekin Mana shu joydan qatl ochiladi. qo'yilgan, ochiladi. Tagi polni sonliq qilingan buni. Aha. Hop, buni ham oldida sofasi bor mana. Sofasi bor. Sofalar ham o'ta chiroyli ishlangan. Divanlar olib, Hop, trimosini ham telefonlari mana alohida ikki oynali qilib, keyin aynaklari sensor. buni oynasi sensorli qilingan. Yumaloq aynalar sensorli. Shu joydan yonib o'chirib, bu ham uch xil rangda yonar ekan. 3 xil rangda yonadi. Ichlari ham keng. Ichlari keng ishlangan, o'rtasi polkasi bor, tepada bitta tortma joylashgan. Hop, bu tremos ikkiga ajraladi, ya'ni Akillayotganda ikkiga ajraladi mana. narigi tomoni alohida, yumaloq oyna tomoni alohida ajraladi. Aha. Razmeriga kelsa 1.55 tremol razmeri. Endi 1.60 joyga tushaveradi. Ranglari bor. Ranglari bor, delfin rangi bor, keyin shu maloshniy rangi bor. Hozirda ko'p ketayotgan shu maloshniy rangi. Kimgadir yoqib, qiziqqan bo'lsa, 12 milliongacha sotyapmiz. Bozorda 11,5 million, 12 milliongacha sotyapmiz. Hozir chegirma narxda 10 million 400 ming so'm qilib beramiz. 10 million 400 ming so'mdan obunachilarimiz uchun Ramazon aksiyasida optim narxda chiqarib beriladi. 10 million 400 ming so'mdan chiqarib beriladi. Xo'p, tushunarli. Endi har doimgi aytadigan gapimiz, agar sofa kerak bo'lmasa, 300 ming so'm minus qilib yuboramiz. Shunda 10 million 100 mingga to'g'ri 10 keladi. million 100 ming. Xo'p, Agar kimgadir arzonroq varianti deydigan bo'lsa, ya'ni gapingiz bo'ldi. arzonroq. Aynaga sensorli kerak emas deydigan bo'lsa, oddiy aynaga qo'yib beriladi. Unda narxi arzonlaydi. necha pul arzonlaydi? 300 ming so'm narxi o'zgarmaydi. Hop, 300 ming so'm o'zgaradi. Endi hozir yana bitta boshdan aytib o'tib ketamiz. Agar xuddi shu turishda bo'lsa, 10 million 400 ming so'm bo'lyapti. Sofasini chiqarib yuborsak, agar kimgadir kerak bo'lmasa, 300 ming so'm ayirsak 10 million 100 ming 10 million 100 ming. Bu aynali. Sensor oynani o'rniga oddiy oyna qo'yiladigan bo'lsa, yana narxidan 300 ming 9 million 800 ming so'mga 9 million 800 ming so'mgacha narxi arzonlayapti. Do'stlar, ko'rdinglar, o'zinglar, xudo xolasa guvoh bo'ldinglar. Ustaga bemalol o'ziga aloqaga chiqaverasizlar. Telefonga, ekranga telefon raqamini yozib qo'yaman. Bizni kuzatgan barchaga katta rahmat aytib qolamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.